tumanidagi 82-umumiy o'rta ta'lim maktabida milliy liboslar chellenji o'tkazilmoqda. Bu har juma kuni milliy liboslar kuni deb e'lon qilgan. O'quvchilar ham mamnun. Milliy liboslar chellenjini o'tkazishdan maqsad yosh avlodni ongiga singdirish, o'sha milliyliklarni, qadriyatlarimizni esda olib, har doimgidek yoshlar ko'tarinki ruhda bu narsani qabul qilyapti. Qadriyatlarimizni avloddan avlodga o'tkazish masalasi, tariximizni yodga solish, bu yosh avlodni ongiga singdirish, bu bizning vazifamizga kiradi.